Biz Uchko'prik tumani Sarqo'rg'ondagi fayzli xonadonimizda asosiy fasad devorlari, ba'zi sokil fundament qismlariga termo panellarimizni o'rnatib, xonadon egalariga topshirdik. Kvadratiga kelsak 100 kvadrat chiqqan do'stlar, 165 ming so'mdan hamma narsasi ichida dogovor qilgandik. Do'stlar, kimning devori shunaqangi yomon bo'lib ketgan bo'lsa, hech ham uni buzishga shoshilmang, bizga murojaat qiling. Biz sizlarga ham uteplit vazifasini bajaruvchi mahsulotimiz termo panellarimizni sizlarga tavsiya etamiz. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab ichki va tashqi devorlar uchun Atachento, Traventin termo panel va gibkiy kamellarni devorlarga o'rnatib kelyapti. Aytib o'tilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Ushbu videoni devorini nima qilishni bilmayotgan do'stlarga yuborib qo'yamiz.